Siz har bitta SMS saqlanib qo'yganman, kelajakda bolalarimizga ko'rsataman deb. Har kuni tushlarimda seni yoqimtoy ko'zlaringni ko'raman. Shirinim. Shirinim. Qo'lingiz ochmasmi, xaloskorim? O'zim oldingda bo'lganimda zo'r ovqatlar qilib berardi. Yaxshi dam oldingmi, prinsessam? Mani hayotimsiz. Sen meni mushukchamsan. To'ydan keyin mashina olasizmi? Ha, adamni Captiva'si bor, oppoqqina. To'ydan keyin menga berar ekanlar. Birga aylanib yuramiz. Voy, uyaltirmang. Dilshoda. Voy, oyim chaqiryaptilar. Bo'pti. Seni rosayam sog'indim. Ko'rgim kelyapti, mittivoycham. Voy, mittivoyim demang, dilimni og'rityapsiz. To'ydan keyin esa Shahboz aka, bunda erkak kishi degan ro'zg'orlikdan xabar olib turadi. Uyda go'sht qolmagan, piyot qolmagan, kartoshka, sabzi, tuxum, tovuq, qiyma, hech narsa yo'q. Qachon berasiz narsalarni? Bo'pti, yurib kelamiz. Nima yudingiz? Ozmuncha hidlanibdi. Mana xotinjon korzinkaga keldik. Nima kerak bo'lsa olaver. Uf, birinchi siz og'zingizda muammosini hal qilaylik, qolgan narsalarni olamiz. Mana Shahboz aka, splat tish pastasi, splat tish shotkasi. Siz uchun zo'r yechim. Ketdi, endi boshqa narsalarni olamiz ro'zg'orimizga. korzinkadan splat tish pastasi hamda splat tish shotkasini sotib oling. Sovg'asiga fiksik o'yinchog'ini oling. Voy adajonisi, qarang, biram baxtlimiz-a. Gapirma onajonisi, biram baxtlimiz. Men gapiraman, siz gapirmang, hali ham tishingizni yumabsiz-a? Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü.